keep it stupid simple, ya'ni qisqartirib KIS deyiladi. Bu tamoyilga ko'ra ishlarni imkon boricha soddalashtirishimiz kerak, murakkablikdan qochishimiz kerak. Bu tamoyilni nafaqat kodimizda, balki har qanday muammoni hal qilishda qo'llaymiz. Bunga avval hayotiy bir misol ko'rib chiqamiz. Masalan, bizda bir elektron do'konimiz bo'lsa, unda foydalanuvchi mijoz biron narsa xarid qilmoqchi. Mana shu narsani KIS tamoyili bilan xarid qilish jarayonini soddalashtirish qanaqa bo'ladi? Bunda mijoz o'zi sotib olmoqchi bo'lgan mahsulotni darhol tezroq sotib olish imkoniga ega bo'ladi. Ya'ni o'sha mahsulotni sahifasiga kirib, o'zini manzilini va to'lov tafsilotlarini kiritib, bemalol xarid qilib olishi mumkin bo'ladi. Lekin bu tamoyilga amal qilinmagan jarayon qanaqa bo'ladi? Bunda internet do'kon oldin foydalanuvchidan, mijozdan ro'yxatdan o'tishni talab qiladi. O'zi haqidagi 100 ta ma'lumotlarni kiritilishi talab etiladi. Undan keyin masalan telefon raqamini tasdiqlash uchun SMS ni kutish kerak, elektron manzilni tasdiqlaydi. Undan keyin uni profilini internet do'konni xodimi tasdiqlashi kerak. Undan keyin buyurtma berganda ham karta raqamlarini kiritadi, kerakmi, kerak emasmi, va shundan keyingina u xarid qilishi mumkin bo'ladi. Ko'rib turganimizdek, bu jarayon juda ham qiyin. Bunaqa jarayonni oxirigacha yetmasdan mijoz do'konimizdan ketib qolishi mumkin. Shu sababli ham KIS tamoyiliga amal qilsak, biznes jarayonlarimiz ham va har qanday muammolar oson hal bo'ladi. Endi dasturlash tomonlama misol keltiradigan bo'lsam, faraz qilaylik, bizda bitta oddiy foydalanuvchilarni boshqarish uchun mo'ljallangan mikro xizmatimiz bor deylik. O'sha create amallarni bajarib, user create, edit, delete kabi amallarni bajaradi. Oddiy kichkina mikroservis. Buni KIS tamoyiliga amal qilib agar yo'lga qo'yadigan bo'lsak, bunda barcha biznes jarayonlarni bitta fast endpoint degan NuGet paketdan foydalansak, bitta klass ichida hal qilsak bo'ladi. Ya'ni u klass o'sha kerak bo'lsa AppDB kontekstni qabul qiladi va barcha ishlarni, database bilan bog'liq ishlarni o'sha DB kontekst orqali bajaradi. Ma'lumotlarni qabul qilib oluvchi DTO ham, response DTO ham, handler ham hammasi o'sha bitta fast endpoint klass ichida bo'ladi. Endi agar bu tamoyilga amal qilmasdan kod yozadigan bo'lsak, odatda ba'zi endi dasturlashda 3-4 yil tajribasiga ega bo'lgan va dizayn patternlarni o'rganayotgan jarayonda yoki o'zini tajribaligini ko'rsatmoqchi bo'lgan dasturchilar nima qiladi? Ular imkon boricha kodni qiyinlashtirishga harakat qiladi. Misol uchun, mana shu muammoni hal qilishda quyidagicha yo'l tutishi mumkin. Avval kontroller e'lon qiladi, kontroller kommentni qabul qiladi. Comment keyin borib o'zini handlerini topadi, masalan security qo'ymoqchi bo'lsa, undan keyin handler nima qiladi? Handler borib servis topib keladi, servis esa borib repozitoriyni chaqiradi, repozitoriy esa borib unit of workni chaqiradi va oxiri databasega amal bajariladi. Ya'ni bitta muammoni hal qilish uchun, bitta faylda hal qilinadigan ishni bajarish uchun 7 ta qatlam qo'shilyapti bitta oddiy muammoga. Ya'ni men aytmoqchi emasmanki, har qanday holatda shunaqa soddalashtirish kerak deb. Endi har bitta ishni o'zini eng optimal yechim bilan qilishimiz kerak va shunda ham mana shu KIS tamoyilni nazarda tutib, imkon boricha osonroq, soddaroq qilib muammoni hal qilishimiz kerak bo'ladi. Shunday qiladigan bo'lsak, birinchidan jamoadagi junior dasturchilar ham o'sha jamoaga oson kirishib ketadi, oson tushunadi va ikkinchidan bunday loyihalarni maintenance qilish, ularni boshqarish ham ancha oson bo'ladi.